Assalomu alaykum azizlarim, xonimlar, sevimli ayollar. Sizlarni bahorning eng go'zal, eng iliq, eng nurli bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Bugun sizlarning mehringiz, sabringiz, mehribonligingiz, go'zalligingizni e'tirof etish kuni. Siz hayotimizga nur, quvonch, baxt olib keladigan eng qadrli insonlardansiz. Sizga mustahkam sog'liq, cheksiz baxt, qalbingizga xotirjamlik, hayotingizga yorqin quvonchlar tilayman. Har doim yuzingizdan tabassum arimasin. Orzu-umidlaringiz amalga oshib, har kuningiz bahordek iliq, yorqin bo'lsin. Oilangiz ardoqida bo'ling. Yaqinlaringiz sizni qadrlasin va har bir kuningiz sevgi ila to'lsin. Siz hayotimizdagi eng go'zal, eng mehribon, eng qadrli insonlarsiz. Shunday ekan, bugun va har doim o'zingizni seving, qadrlang va baxtli bo'ling. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Daraxtzorlar oralab saboh, yaproq uzra tongning shabnami. Nega jimsan hayollar aro, oy yurtimning bibi Maryama. Qadam bossang yorishar bog'lar, nigohingda eriydi muzlik. Sen qorong'u tunda chiroqsan, sensiz menga hayot mayuslik. Tabiatning ko'rki jamoli, otingsizim o'zbek ayoli. Bir vaqtlar men dunyo kezdim. Xotirada ne bir manzillar, kechir kimliging sezdim. Oylar o'tib, yillar ham yo'llar. Ayol bo'lmasa yorug' olamning go'zalligi to'yilar yolg'on. Nafosatning nozik niholi, otingsizim o'zbek ayoli. Yana bir bor go'zallik, iliqlik, ayyomingiz muborak bo'lsin deb qoluvchi Sehriyot tabriklar loyihasi boshlovchisi Nigina Zakirova.